Prezidentimiz tashabbusi bilan yurtimizda kambag'allikni qisqartirish, aholini doimiy daromad manbai bilan ta'minlash hamda munosib turmush sharoitlarini yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda yangi, doimiy va daromadli ish o'rinlari yaratish, kam ta'minlangan oilalarning ishsiz a'zolari bandligini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda Surxondaryo viloyatida kambag'allikni qisqartirish markazlari faoliyati yo'lga qo'yilib, ularda ishsiz fuqarolar o'zlari qiziqqan kasb-hunar va faoliyat yo'nalishlari bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lmoqda. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Angor tumani Yangiobod mahallasida tashkil etilayotgan kambag'allikni qisqartirish markazi faoliyati bilan tanishdi. Mas'ullar markazda amalga oshirilgan o'rdakchilik va g'ozchilik yo'nalishi bo'yicha axborot berdi. Viloyat rahbari qolgan loyihalarni ham sifatli, samarali va manzilli tashkil etish, xorijning ilg'or tajribalarini o'rganib, hudud sharoitiga mos mexanizmlarni amaliyotga joriy etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shundan so'ng Jarqo'rg'on tumanidagi Gidrozel suv inshooti atrofida savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalarini tashkil etish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish hamda zarur infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan loyihalar ijrosi o'rganildi. Mas'ullar avvalgi tashriflar davomida berilgan topshiriqlar asosida ishlab chiqilgan loyiha va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot berdi. Viloyat rahbari loyihani yanada takomillashtirish bo'yicha zarur tavsiya va topshiriqlar berib, hududning mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanish, loyihalar qamrovini kengaytirish hamda uning jozibadorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha vazifalar belgilab berdi. Shuningdek, viloyat rahbari tumanga tashrifi doirasida aholi xonadonlarida tomorqadan samarali foydalanish tajribalarini ham o'rgandi. Hududda aholi asosan sabzavotchilik bilan shug'ullanadi. Tomorqa maktabi tajribasi asosida aholining tomorqadan samarali foydalanishini kengaytirish, ularga zarur tavsiya va amaliy ko'mak berish, yetishtirilgan mahsulotlarni mahalliy bozorlarga va eksportga yo'naltirishda ko'maklashish bo'yicha vazifalar belgilab berildi.